Voy kelin, Oyijon. bozorga tushib sizga naskicha oldim. Voy oyijon, rahmat. Voy oyijon go'sht qolmabdi. Go'sht qolmaydi-da, chunki sizga naskicha sotib olganmiz u. Voy oyijon, buni nima aloqasi bor? Antga chiqib dadajoningizni ov miltig'ini olib chiqing endi. Yaxshilab tozalab ovga chiqamiz. Ovga chiqib jirafami ayiqni otib kelib, uyda ovqat qilib yeymiz. Iya, issiq suv o'chib qolganmi? Voy opajon, sizning pul tugagan, o'shaning uchun o'chgan. Iya, men kir yuvishim kerak edi. Unda gazga suv qo'yib yuboring, kirlarimni yuvib olay. Uyda gugurtam qolmagan. Shu kelinga naski olmaganimizda shuncha narsamiz bitardi-da. Hozir naski olishingiz shartmidi? Endi kirlarimni qanaqa qilaman? Voy oyijon, svet o'chib qolibdi. Sizga naskicha sotib olib qo'ydik-ku, shuning uchun svetga ham pul to'la olmadik. Endi sham yoqamiz. Voy oyijon. Gap qaytarmang, podvalga tushib fonni solib chiqing endi. Voy, mana shu devorlarni ham travertin qilsak rosa chiroyli chiqardi-da. Voy oyijon, qilaylik, rosa chiroyli chiqadi. Endi qila olmaymiz, chunki sizga naskicha sotib olib qo'ydik. Voy oyijon, nima qiling, naskichani soting ekan-a? Kiyilgan ko'z sotsangiz ham arzonga ketadi. Uf, oyijonga ham hayronman, bitta paypog'a berganlarini yuzimga solaveradi. Voy ovsin, siz 2 kunga chidolmadingiz. Mana 3 yildan beri olib bergan naskilarni ham olib kiyib yuribman.